Robot mashinamizga 2 xil rejimda ishlaydigan gidroshifter qo'yganmiz va oldi qismiga 4-2 pal qo'yganmiz-da. Termometrlarni o'rab, zashniylarni qo'yib berganmiz. Yani ko'rinmaydigan pal. Ko'rinmaydi. Hozir orqa qismini ko'rsatamiz. Bular orqa qismiga 2 xil rejimda vakuumda pultda ishlaydigan gidroshifter qo'yib berganmiz. Akkurat qo'ygan. Chiqib ketishiga o'zlarining nasibalarini qo'yib berganmiz. Qolgan joylari o'zini zavodskiy holatda turibdi. Hech qanday zarari bo'lmaydi. Chunki Cobalt'ni o'zining turbalari katta ekanlar, o'zinikiga sho'rab pavk. Faqat shu orqasi almashadi. Oldi qismiga 4-2 pavk qo'yilsa, orqa qismi almashsa, zo'r rezultat beradi. Hozir uni ovozini eshittiramiz. Ovozi ham 2 xil rejimda bo'ldi. Ham shahar ishi bo'lib, hozir shovqin qilaman desangiz, pultni bosasiz. Hozir o'chiq holatda. Gaz berib yuboring. Pultni ochamiz endi. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, telefon qilishlaringiz mumkin. Ishlaringizni zo'r qilib bajarib beramiz.